o'tkazilgan qaror loyihasiga yana qo'shimcha yoki o'zgartirishlar bormi? Qo'shimcha yoki o'zgartirishlar bo'lmasa, qaror loyihasiga qo'l ko'tarib munosabat bildirishlaringizni so'rayman. Tabriklar. Rahmat. Qarshilar, e'tirozlar yo'q. Qaror loyihasi ko'pchilik ovoz bilan tasdiqlandi. Hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari. Kun tartibidagi yangi masala O'zbekiston Respublikasining geografik obyektlari nomlari to'g'risidagi qonunga ijrosi doirasida Namangan tumanida geografik obyektlarni nomlash va qayta nomlash bo'yicha tuman komissiyasining takliflari to'g'risida so'z tuman hokimining ma'naviy ishlar samaradorligini oshirish davlat tilida ish yuritish bo'yicha masalasi Sidiqova Turmaxon To'lqinova. Marhamat. Endi bunga e'tibor berib turasizlar, uzoq ma'ruzalardagi hujjatlarga endi mahallada juda ko'p mahalla, ko'chalar ko'p. Hamma mahalla bor. Shu masala bo'yicha qanaqadir taklifinglar bo'lsa, qanaqadir fikr bo'lsa ayta olasiz. Assalomu alaykum, hurmatli kengash raisi, deputatlar va yig'ilish qatnashchilari. O'zbekiston Respublikasining geografik obyektlarni nomlash to'g'risidagi qonunga muvofiq mamlakatimizda geografik obyektlarni nomlash va qayta nomlash ishlari aniq huquqiy tartib asosida amalga oshirildi. Ularning tarixiyligi, milliy qadriyatlarga mosligi va davlat tili qoidalariga muvofiqligi ta'minlanmoqda. Mazkur qonun talablaridan kelib chiqib, Namangan tumanida ham geografik obyektlarni tartibga solish, ularni yagona standart asosida nomlash va davlat reyestriga kiritish bo'yicha tizimli ishlar yo'lga qo'yilgan. Jumladan, tuman hokimligi huzurida tashkil etilgan geografik obyektlarni nomlash va qayta nomlash masalalari bo'yicha komissiya tomonidan hududdagi mavjud geografik obyektlar to'liq xatlovdan o'tkazildi. Noaniq, takrorlanuvchi va qonun talabiga zid bo'lgan nomlar aniqlandi. Davlat tili me'yorlariga mos kelmagan nomlarni qayta ko'rib chiqish ishlari qayta amalga oshiriladi. Aholi fikri, jamoatchilik takliflari albatta inobatga olinadi. Tarixiy manbalar va mahalliy xususiyatlar o'rganildi. Shu asosda tumandagi xiyobonlar, istirohat bog'lari, ziyoratgoh, qabristonlar, ko'chalar, aholi punktlari xatlovdan o'tkazildi. Jami 1639 ta ko'cha nomlari bo'yicha takliflar shakllantirildi. Mazkur takliflar belgilangan tartibga muvofiq Iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi kadastr agentligi ekspert komissiyasiga taqdim etildi. Ekspert komissiya tomonidan nomlarning qonun talablariga muvofiqligi, davlat tili normalariga mosligi, takrorlanmasligi, tarixiy va ma'naviy jihatdan asosligi atroflicha o'rganib chiqildi. Natijada 1639 obyektdan 1468 tasi ekspertiza komissiyasi tomonidan qonun talablariga muvofiq deb topildi. Bundan tor ko'chalarimiz 625